Assalomu alaykum, hurmatli bankimiz mijozlari. Bugun mana may oyi uchun navbatdagi bank mijoz uchrashuvimizni o'tkazyapmiz. Shu munosabat bilan marhamat, o'zingizlar qanaqa muammolaringni, qanaqadir mayli bo'lsa o'rganishni boshlaymiz. Aka, marhamat sizdan boshlaymiz. Qaysi mahallangiz? To'g'ri, Tumat. Familiyangiz? Hoshimov To'lqin. Hoshimov To'lqin. Nima masalangiz bor edi aka? 5 million kredit olyapti endi. 5 million olmoqchisiz, ha? Olmoqchiman. Bo'ldi, hujjatlaringizni taqdim qiling. 3 kun 3 bank ishini chiqarib berishni ta'minlaymiz. Hujjatlarni topshirib. Ha, topshirib bo'lganmisiz? Bo'ldi, masala yo'q, o'tiring bo'lsa. Aka, siz. Ismim Ulug'bek. 17 million kredit olmoqchiman. Tadbirkorlik qilish maqsadida. Shunga amaliy yordam bersangiz. Bo'ldi, hujjatlaringizni bersangiz, aka, bugun erta yakunlab chiqarib beramiz. Yaxshi, bo'ldi. Aka, sizda muammo yo'q? Yo'q. Muammo yo'q bo'lsa, bugungi anaqamizni boshqa odamlarda yo'q? Yo'q. Savol bo'lsa, ana bo'lsa tayyormiz. Bo'ldi.